va'da berganimdek arzon mashina ko'rsataman deganman va bugun 11 ta arzon avtomobillarim bor. Hammasi bitta va bugun mana shu 11 ta avtomobilga как положено bitta videoda hammasini ko'rsatamiz. 5900 dan 20000 dollargacha sal qimmatroq avtomobillar ichkarida turadi. Birinchisi Mercedes-Benz W203 2001-yil C240 5900 dollar. Ikkinchisi Kia Optima 2008-yil tayyor gazlari bilan plus full pozitsiya 6400. Uchinchisi Mercedes-Benz Citan biznes uchun, yuk tashash uchun juda ham zo'r model, dizel bo'lgan, benzinli motor taqilgan 2014-yil, narxiga esa 8900. To'rtinchi Volkswagen Touareg full pnevmada 3.2 benzinli dvigatel off-road uchun zo'r variant 8900 dollar 2004-yil. Beshinchi Hyundai Sonata restyling versiya NF 2009-yil tayyor gazlari bilan texnik holati ham polniy qaralgan 8900 dollarga olishingiz mumkin. Oltinchisi Audi A8 Long 4.2 dvigatel full pozitsiya pnevmada bemalol 9900 ga olishingiz mumkin 2002-yil. Yettinchisi Mercedes-Benz W210 juda ham chotki sostoyaniyada zavodskoy restyling 2 litrli kompressor dvigatel, narxi 10900. Sakkizinchi krasavchikimiz Mercedes-Benz W208 kuzovda, dvigatel esa 3.2 litr CLK 320, narxi 12700. Kep ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham defitsit tovar. 9-chi avtomobil esa Nissan Maxima A35 kuzovda, bir qo'l avtomobil, kraska bitta joyida, narxi esa 14400, yili 2011. Realni avtomobil juda ham zo'r. 10-chi avtomobil Mercedes-Benz W211 mashhur kuzov 2 litrli kompressor dvigatel, o'zi ham restyling 2008-yil, narxi 14800. 11-chi avtomobil esa individualniy komplektatsiyada zavodda chiqqan 2007-yil oxirgi restyling E66 BMW'imiz 20000 dollarga. Mana bu avtomobil shunaqa ideal sostoyaniyada long versiya, eng farshirovanный pozitsiya olishingiz mumkin.